Tabriklaymiz. Siz endi Nur yong'oq quyish shoxobchasining tungi navbatchi sifatida ishga qabul qilindingiz. Bu unutilgan bir yo'l bo'yidagi shahar chekkasida joylashgan. Vazifalaringiz oddiy: nasoslarni do'kondan turib masofadan nazorat qilish, kassa balansini to'g'rilab turish, javonlarni to'ldirib turish va kechki soatlarda do'kondan chiqmaslik. Ammo qoidalarni hech qachon unutmang. Birinchi qoida: soat tungi 2 dan keyin farasiz avtomobil nasos oldiga kelib to'xtasa, xizmat ko'rsating, ammo hech qachon avtomobil ichiga qaramang. Ba'zida haydovchi to'g'ri ko'rinmaydi, ba'zida esa umuman haydovchi bo'lmaydi. Ikkinchi qoida: agar 4-nasos tomonidan uzoq signal ovozi eshitilsa, ammo yo'lda hech qanday avtomobil bo'lmasa, do'konni darhol qulflang. Tashqaridan qanday tovush eshitishingizga qaramay, hisob stoli ortida 5 daqiqa kuting. Orqa eshikdan sovuq nafas kirayotganini his qilishingiz mumkin. Vahimaga tushmang. Uchinchi qoida: agar mijoz sizga kumush yoki qoraygan eski tanga taklif qilsa, savol bermang, to'lovni qabul qiling. Ular tonggacha g'oyib bo'ladi. Qayerdan kelganini bilishingiz shart emas va qiziqmang ham. To'rtinchi qoida: agar telefon jiringlab sizdan John Carter shu yerda bormi deb so'rashsa, ha deb javob bering. Hammomga boring va eshikni qulflang. 2 soat ichida tashqariga qaramang. Bu vaqt ichida siz tashqarida nima sodir bo'layotganini ko'rmasligingiz kerak. 2 soatdan keyin chiqishingiz mumkin. Xavf ortda qoladi. 5-qoida: agar o'z avtomobilingizni shoxobchaga kelayotganini ko'rsangiz, darhol ta'minot xonasiga yashiring. Tong otguncha chiqmang. Omad.